Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Bekmavli kanalimizda ashaddiy muxlislari va yangi tomosha qilganlar sizlarga hozir o'zimizda bor telefonlarimizni qisqacha video obzor qilib ma'lumot narxlarini aytib o'tamiz. Batafsil ma'lumot Telegram kanalimizga joylaymiz. Telegram kanalimizning video kommentariyasiga joylab o'tamiz. Xudo xolasa o'tib ko'rib qo'ysanglar bo'laveradi. Hamma yoq ishlayapti deb o'ylaymiz. Xudo xolasa endi o'zimiz imkon boricha o'zimiz olyapmiz videoda. Shuning uchun videoga bitta like bilan kommentar yozib qo'ysanglar xursand bo'lib qolamiz. Poddesh ko'p qiladi sizlar tomonidan. Lekin har doim aytib o'tamiz, kim qayerdan bizni tomosha qilyapti, video kommentariyasiga yozib qo'yinglar. Xursand bo'lamiz, shu joylarda ham bizning muxlislarimiz bor ekan deb. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, bir boshdan boshlab ketaveramiz. Arzonchiroq modellarimizdan boshlab beraylik. Xo'p, Infinix'dan Hot 40i modelimiz 800 ming so'mga qo'yamiz. 8 ga 108 variantda bo'ladi, kerak dokumentlari bor. Yana bitta Infinix'dan, bunisi Itel firmasidan. Hop, A70 modelimiz 8256 variantda bo'ladi. Korobka dokumentlari bor telefonimizni va aytib o'tganimdek xotirasi baland, holati yaxshi, batareyasi zo'r telefon va arzon narxda so'raganlar uchun taklif qilamiz 950 ming so'mga. Endi xuddi shuni bez korobkasi ham bor, bunaqa chiroyli svetda, holatlar ravnoy holatda, garantiyalar bilan qidiramiz. Buni 750 ming so'mga beramiz. Arzon narxda do'stlar, 750 ming so'mga masalan 256 menimcha ancha-muncha telefon bermasa kerak. Telefon normal ishlab beradi. Kameralari 50 megapiksel, batareyalar 5 ming, aytib o'tganimizdek, xotirasi 256 lik. Xo'p, bir boshga ketaveramiz. Technospark 20 si bu. 8256 variantda stereo kolonka, pastdan tevadan kolonka deyiladi, ya'ni AMOLED displey hisoblanadi. Karob dokumentlari bor. 1.350 ming so'mga 256 variantda holatlari yaxshi bo'lgan Technospark 20 Pro. Realme'dan adashmasam C65 mi shunaqa. 6 operativkaligi, 4 galigi emas, 6 ga 180 variantda ravnoy holatda karob dokumentlari bor. Buni narxini 900 ming so'mga beramiz. A2 Plus modelimiz do'stlar, 64 tali variantda bo'ladi. Karob dokumentlari yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Ravnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, 500 ming so'mga. Xo'p, A14larimiz do'stlar 850 ming so'mdan chiqarib beramiz, 64 tali variantda. Holatlari ravnoy holatda. Xo'p, Note 12lar ikkalasi ham 4 galik emas, 6 operativkaligi, 6 ga 180 tali variantda. Ikkalasi ham karob dokumentlari bor, holatlari yaxshi, ravnoy holatda. Aytib o'tganimizdek, har bir telefonda alohida video obzorlar, rasmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegramga muntazam ravishda joylab o'tamiz. Shuning uchun Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, har bir telefonda alohida ma'lumotlar bo'ladi va yangi kelgan tovarlarni Telegramga qo'yamiz muntazam ravishda. YouTube'ga qo'ysak bir hafta 10 kun yo'q video bo'lib ketyapti. Shuning uchun Telegramda ko'proq telefonlar almashadi. Xo'p, Note 12larimiz 1.250 ming so'mdan qilib beramiz. A12 ishqibozlar uchun 64 tali variantda A12 telefonimiz bor. Karob dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 650 ming so'mga A12 64 talik. A04 S'imiz bu, bu. Xo'p, keyin xotirasi ham baland. 4 ga 180 tali variantda 1.50 ming so'mga qilib beramiz. 1 million 100 atrofida sotib. Buni korobka dokumentlari ham bor. Xo'p, S-partiyalarni keyin bir yo'l qo'yib beramiz. Xo'p, bu yoqda bu kopiya, bu 16 Max kopiya, 1/1 kopiyasi hisoblanadi. Karob dokumentigacha bor, ishlanmagan ekan, imeka qilib qo'yildi. Xo'p, narxini arzon narxda qilib beramiz, 1 million 250 ming so'mga qilib beramiz. Buni hozirgi kunda adashmasam 2 million atrofida sotilyapti, 1 million 250 ming so'mga yaxshi bu. Xo'p, bu yoqdan boshlasak, Redmi'larimizdan boshlaveramiz. Redmi bizda sotuvda Redmi 12 bor, 256 variantda, Redmi 13 bor. Redmi 12sini 1 million 250 ming so'mga qilib beramiz. Karob dokumentlari bor, ravnoy holatda. Redmi 13ni 1 million 450 ming so'mga qilib beramiz. Bu ham 256 variantda, yangidek holatda. Infinix'dan 30 Pro'si bu, besprovодной zaryadli, korobkadagi zaryadchi xullas full komplekt holatda besprovодной zaryadga oladi. 5000 mAh batareyga, 108 megapiksel kamera, stereo kolonka va kolonkalar ham JBL kolonka hisoblanadi. Kuchli kolonkalar hisoblanadi. AMOLED displey hisoblanadi. Buni narxini 1 million 950 ming so'mga qilib beramiz. Full komplekt holatda masalan 13 Pro'lardan ko'ra xarakteristikasi yaxshi telefon hisoblanadi. 13 Pro'lar Note 14lardan ko'ra ham Note 14 sotilyapti bu narxda hozir. Xo'p, va korobkasi yo'q. Honordan Honor 7 si bor. 180 variantda 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, Honorlarimiz davom etamiz. Honor 400 Lite'larimiz
8x56 variantda o'zi ham dizayn tomonlama ham, ishlash tomonlama ham o'ta ham qo'lga ixcham o'rnash tomonlama ham juda ham chiroyli ishlangan. U 16 Max'larga o'xshab, 16 Pro'larga o'xshab yonboshni essiz kameraga kirib ketadi mana. Bittada kamera kirib ketadi, yonboshda shunaqa knopkalari bor. Xullas holatlar radnoy, korobkada dokument ozgina ishlangan, full komplekt holatda Honor 400 telefonlarimizni Xo'p, $215 qilib beramiz. $225-230 hozirda ham sotilyapti, o'zimiz ham sotdik. $215 bularni ham narxlarini arzonlashtirib qo'ydik. Endi Honor X8C modelimiz yangidan ekan, bir hafta u yoqda ishlangan yoki ishlanmagan telefon deb oldik. Korobka, dokument, zaryadchi full komplekt holatda bu telefonimiz 2.100.000 so'mga qilib beramiz. Yangisi buni $210 atrofida sotilyapti. Xo'p, yangisini ham ma'lumotlarni berib ketyapmiz agar bilganimizcha. Xo'p, Honor X9C bu 8C bo'lsa bu 9C. Buni narxini 2.200.000 so'm qilib beramiz. 100.000 so'm bundan ko'ra balandroq, lekin xarakteristikasi 9B, 9C'larga o'xshagan, xarakteristikasi ham yaxshi. Bu ham shunaqa ozgina ishlangan ekan, oldiga ustiga laminat salafonlari ham ishlanmagan. Telefon xullas yangidek holatda, ikkalasi ham yangi telefon oldim desanglar bo'laveradigan holatda. 2.200.000 so'mga 9C Smart bu 9C Smart. Endi bu 9C, Honor 9C hali 9B'dan ko'ra mustahkamroq chiqdi. Xullas batareykalari zo'r, 8x56 variantda, korobka dokument full komplekt holatda, bu ham $255 qilib beramiz. Xo'p, xarakteristikasi kuchli, lekin narxi arzon. Telefon so'raganlar uchun taklif qilamiz. Note 12 Pro Plus 5G modelimiz. Pro Plus 5G hisoblanadi bu. $350-360 atrofida sotilgan telefon, radnoy holatda, bezaryachi, korobka dokumentlari bor. Holatlari yaxshi holatda. 2.250.000 so'mga qilib beramiz. 11T'lar do'stlar. Bunisi 11T Pro'si, bunisi 11T'ning o'zi. Ikkalasini ham narxi 2.100.000 so'mdan. Holatlari radnoy holatda. Bunisida kirishkasi almashgan ekan. Oz-moz chekalarda uringan joylar shuni hisobiga narxlari arzon. 11T Pro 12x56, bunisi 11T'ning o'zi 8.8 2.100.000 so'mdan. Ham igrovoy, ham ishlatgani, ham kameraga telefon desanglar 11T ishlatsanglar bo'laveradi. Byudjetli variantdan hisoblanadi. Xo'p, yana igrovoy telefonlarimizdan biri Infinix GT30 Pro bu. 12 operatka bo'ladi. 12 hammasi 12+12 operatka, 256 xotira, yonboshda joysticklari bor ekan, o'ynaydi. Klavushlari, korobka dokumentlari hamma yo'q bor telefonimizni. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Har bir telefonimizni buni narxini $305 qilib beramiz. Xo'p, yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonlardan Note 13 8x56 variantda korobka dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Holatlari yaxshi holatda. Qo'tab Telegramdan yozsanglar, har birini alohida video obzorlar ko'rsanglar bo'ladi. Buni narxini qilib beramiz, 1.350.000 so'mga qilib beramiz. Dastlabki xizmati qo'shiladi, lekin 35.000 qaramay atrofida qo'shilyapti. Shuni hisobga olib qo'yasizlar har bir telefonga. 1.350.000 so'mga 8x56 variantda. Endi xuddi shuni korobka dokumentligi bor, bunisi balandroq olingan, kelishiga qarab narxni qo'yaveramiz biz. 8x118 variantdagi bu korobka dokumentlari bor. Buni narxini 1.500.000 so'mga qilib beramiz. 1.350.000 so'm menimcha 5 korobka bo'lsa ham garantiyali 13 ta olsa foydali bo'ladi agar ulgib qolganga. Note 13 Pro'larimiz serob, xohlasa bunisi adashmasam 3 ta bor. Xullas bizda uchalasini ham 2.100.000 so'mdan qilib beramiz. Ikkitasi 512 talik korobka dokumenti bor, bittasi 256 talik. Uchalasini ham narxini bir xilda qilib beramiz. 2.100.000 so'mdan. Redmi Note 13 Pro'lar. Note 13dan keyin Note 13 Pro. Dizayni bir xil, lekin xarakteristikasida farq bor. 200 megapiksel kamera bo'ladi bularda. Xo'p, batareykasi ham 5100. Xullas xarakteristikasi yaxshi. Note 14larimiz bizda serob ekan. Note 14 8x56 talik, 6x118 talik va 8x118 talik variantda har xildan bor. Xohlasa korobka dokument, zaryadchi, bezaryadchi har xil holatdagisi bor. 1.800.000 so'mdan 2 million so'mgacha 256 larni 2 million so'm sotyapmiz. 1.800, 1.850, 1.900.000 so'm. Xo'p, zaryadchi bor yo'qligiga qarab Note 14larda 6 ga 8x118 larni qilib beryapmiz. Bular holatlari eng tanaq-tanaqlarni olib kelganmiz. Holatlari zo'r, xudo xolasa, bir metno qirilgan, cho'qilgan joylari har bir telefondagi yo'q, ko'rsatib o'tayotgan. Agar petnolari bo'lsa, aytib o'tib ketamiz har birini. Note 14lar ketdi. Endi Redmi'larni tugatib qo'yaveraylik.
Redmi ham texda qoldi, yaxshi modellardan. Xiaomi bu, Redmi S partiyasi desak bo'laveradi. Xiaomi 14T. Xo'p, 12 operatorga 500 megabaytlik xotirali 2 yil god garantiya bilan chiqqan ekan. Bu BM tomonidan ona ko'rishlar mumkin. 2 yil garantiya beryapti bunga. Sababi bunga firmaning o'zi ham normal garantiya beradi. Xo'p, holatlari zo'r holatda, buni ham qirilgan cho'qilgan joylari yo'q. Korobkadagi zaryadchi full komplekt holatda. 12 ga 500 megabaytlik, hali 8256 talik emas bu. Narxi adashmasam hozir $500 ga yaqin yangi sotilyapti. Buni sizlar uchun $365 ga qilib beramiz. 256 talik narxida 12 500 megabaytlik 14T bu. Endi xuddi shunda T Pro'si bor. Bu ham 12 operatorligi. Yangisi adashmasam anchalar qimmat sotilgan telefon. Yangidek holatda korobkadagi dokument. Bu zaryadchi 120 talik. Bir qator YouTube'dan video obzorini ko'rsanglar, anchalar xarakteristikasi kuchli telefon ekan. Xiaomi 14T Pro'si bu ham 12 500 megabaytlik. Hozir bozorlarda 550 gacha sotilyapti. $515 ga qilib beramiz buni. Holatlari zo'r holatdagisini. Dastlabkilarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Barter xizmati faqat do'konga kelsanglar bo'ladi. Dastlabkilar qanday bo'ladi? Masalan, zakaz beradigan bo'lsanglar, zaklar tashlaysizlar. Zaklar 200 ming, 300 ming so'm tashlasanglar, xohlasanglar klientlar pulni ham tashlab beradi yoki hali birinchi marta olayotganlar 200-300 ming so'm tashlab beradi. Qolgan to'lov borgandan keyin qilib beraveradi. Chetdagilar ham, masalan, uydagilar qaysi telefon ma'qul keladigan bo'lsa, hozirda bizda sotuvda yangi telefonlarimiz anchalar arzon narxda, shulardan xarid qilib uydagilarga jo'natsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, shu yangilarimizni ham bir qator endi ko'rsatib ketaylik. Test salafonlardan chiqarib qo'ydik mana. O'ta ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan, svetlari ham o'ta ham yoqimli. Smart 10 telefonlarimiz 4 ga 128 variantda 4+4 8 operatorga bo'ladi. Bu xarakteristikasi mana. Hop, 120 MHz ishlaydi deyapti. 120 MHz bo'lmasa kerak, IP64. Xo'p, himoyalari bor. Короче, telefonimiz korobka dokument zaryadchi naushnikgacha chiqadi. Yangi telefon, ishlanmagan telefon. Uydagilarga olib bermoqchi bo'lganlar uchun, masalan, sotyapmiz. Xudo xolasa yaxshi ishlab, yaxshi xizmat qilyapti. Ko'pchilikka sotdik, o'zimiz tanishlarga ham. Bunaqangi gold svet tekisi ham bor. Buni hozir kamerada ham uncha ko'rinmayapti, lekin qo'lingizlarga ushlab ko'rsanglar, shunaqa bir chiroyli svetda, yoqimli svetda, ko'zni ham hali tindirmaydigan, ham toldirmaydigan, zerikmaydigan svetlardan chiqqan smartfonlar. Qorasi ham bor xuddi shuni. Qorasini ham orqalari matviy qilib ishlangan, o'ta ham bir orqalari matviy, отпечатки barmoqlari chiqmaydi. Xo'p, bular narxini o'tgan narxda anchalar baland sotayotgandik, 1.350 ming atrofida sotayotgandik. Hozirda 1.260 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bemalol zakaz berishlar mumkin. Bu telefonlarimiz yangi, ishlanmagan. Sizlarga mana paketidan chiqarib qo'ydik. Xo'p, xudo xolasa zakaz bersanglar, dastlabkilarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Endi xuddi shuni yangi arzonchilardan ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p. Endi 1 million so'm atrofida ham telefon bormi deganlar uchun, yangi telefon deganlar uchun Technospark Go birlarimiz 64 talik variantda ochilmagan vakuum holatda qo'lingizga yetib boradi garantiyalari bilan. Va xo'p, 60X Realme'dan 60X ikkalasi ham 64 talik variantda bo'ladi. Bular yangi ishlanmagan, xudo xolasa telefon narxlariga keladigan bo'lsak 1.50 ming so'm, atigi 1.50 ming so'mga yangi ishlanmagan telefon olishingiz mumkin. O'tgan dastlabkilar bor, bemalol zakaz beraverasizlar, cho'chimasdan borgandan to'lov qilsanglar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p. Endi iPhone'larimizni aytib o'tib ketamiz shekilli, iPhone'larni o'tib ketaylik. Keyin Samsung'larga tushiramiz. iPhone 8'larimiz 1.300 ming so'mdan bunaqangi yoqimli gold svetda va qora svetda mavjud. Buni xotirasi 256 talik, buniki 64 talik. Batareykalari adashmasam 100 yoki 80 da atrofida ikkalasi ham. 1.300 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. XS'larimiz hozir sotuvda serob ekan. 2 million so'mdan 2 million 100 ming so'mgacha XS telefonlarimiz bor. Yo'nkislari, batareyka ma'lumotlari Telegram orqali olsanglar bo'ladi. Hammasini Face ID ishlaydi. Batareyasi ko'p adashmasam 2-3tasi yo'q. Almashgan, batareyasi almashgan 64 talik, bitta 256 talik bor uni. Xo'p, 2 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Qolganlari 2 million so'm atrofida, 2 million 2.50 ming so'm. Plus 2 million so'm atrofida XS'larimiz. iPhone 12 mini. Xo'p, batareyasi 73%lik, rabnoy holatda. Xotirasi baland, 128 talik variantda.
Xo'p, telefonda o'zi mikrorodlardan o'tgan narxini 2.300.000 so'mga qilib beramiz. iPhone 12 mini. Xo'p, X8 pluslarimizni ko'rsatib o'taylik. 8 pluslarimiz ham har xildan bor sotuvda. Narxlari ham har xil. Kimga oqi, kimga qorasi, kimga radnoyi, kimga ekran almashgani. Ekran almashganlar ham bularda ishlayveradi, sababi katta nima qilmaydi. 64 talik, xo'p, bitta 256 talik variantda bor ekan. Narxlariga keladigan bo'lsak, 1.400.000 so'mdan 1.800.000 so'mgacha iPhone 8 pluslarimiz hozir sotuvda mavjud. Holatiga qarab, xarakteristikasiga qarab 1.400.000 so'mga olsanglar bo'ladi. Unisiga ham garantiyasini qilib beramiz. Holatlari yaxshi holatda. XS Max telefonlarimiz, xo'p, bunisini $190 8464 talik, bunisini $200 qilib beramiz. 100-256 talik variantda XS Max'lar. Xo'p, iPhone 11'larimizga keldi navbat. iPhone 11 broshni ko'rsatib ketdilar. Hammasi radnoy holatda, hammasini hamma yo'q ishlaydi. 76-64 talik variantigisini $240 qilib beramiz. iPhone 11 to'liq radnoy holatda, ayni nuqsonli dolosi yo'q, imekdan o'tgan. Holatlari ham yaxshi holatda, qirilgan, cho'qilgan, singan joylari yo'q. Ошибкалari yo'q telefonning. 77-108 talik narxini qilib beramiz. $245 qilib, $5 farq qilyapti. Ham yong'isi baland, ham xotirasi baland. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Olinishiga qarab narx qo'yyapmiz biz. $240 ga $245. Endi xuddi shuni qizilidan so'raganlar uchun iPhone 11 qizil holatdagisi ham bor. Holatlari yaxshi. Yong'ilari 81 ga 108 talik variantda $250 qilib beramiz buni. Xo'p, 11'lar tugatib ko'raylik. Bu yerda 11'larimiz ham bor. Xo'p, $270 qilib beramiz. 92 yong'isi 108 talik korobka dokumentligi bor ekan. $270 ga oppog'idan tanadan so'raganlar uchun dokument korobkaligini so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. Xo'p, endi bez imekasi bor. Holati o'ta ham zo'r holatda, rangi ko'rib turibsizlar. Tam qora, qirilgan, shalingan joylari yo'q. 90 yong'isida 108 talik xotiraga ega. Buni imekasi o'tmagan, chetga o'zingizlar olib chiqib ketsanglar, ishlataverasizlar yoki kelayotganda imeka qo'ysanglar bo'laveradi. Yoki chetga kirib chiqsanglar, chiqib imeka qilsanglar ham bo'laveradi. Narxini $240 ga qilib beramiz. Xo'p, 11 Pro ga o'tamiz endi. 11 Pro ni korobkaligini ko'rsataylik. Birinchi o'rinda 81 256 talik variantda to'liq radnoy holatda telefonimiz. Oynasida ozmoq shilingan joylari bor. Shunda hisobiga telefonning narxini $280 ga qilib beramiz. $280 ga 11 narxida 11 Pro va ham xotirasi baland, ham yong'isi baland. 81 ga 256 talik. Xo'p, 11 Pro 73-256 talik $220 ga qilib beramiz. $220 ga Face ID turtonlari bor. 73 ga 256 talik mana shu yerda uchgan joyi bor. Telegram orqali kirsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. 11 Max 91 yong'isi 256 talik apparatga xotiraga ega. Buni Face ID'si ishlamaydi. Shunday hisobiga arzon narxda $270 ga qilib beramiz 11 Max. iPhone 12'larimiz ham sotuvda mavjud. 80-64, ikkalasi ham 80-64 ekan. Bunisini $270 ga qilib beramiz. Bu svetini, oq svetini $290 ga qilib beramiz. iPhone 12. Yong'ilari baland, to'liq radnoy holatda. Xo'p, mikrorodlardan o'tgan. Xo'p, iPhone 13 telefonimiz do'stlar 87-108 talik variantda, ayb nuqsoni yo'q. Holatlari o'ta ideal holatdagisini so'raganlar uchun $420 ga qilib beramiz. 13 Max telefonimiz $575 ga qilib beramiz. To'liq radnoy holat 74-108 talik A+ variantda desak bo'laveradi. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Holati o'ta ham tiniq Max so'raganlar uchun taklif qilamiz. Xo'p, 14 Pro za ikkita sim kartalik 83 yong'isida 108 talik xotiraga ega telefonimiz. Holatlari to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q. Ikkala sim kartasi ham imekdan o'tgan 5 korobka variantda. Narxini $610 ga qilib beramiz. 14 Pro ni zasini so'raganlar uchun. Xo'p, Max'larimizni ko'rsatib o'taylik endi. 14 Max 91 yong'isi 256 talik variantda korobka dokumentlari bor. Face ID turton hamma yo'q ishlaydi, garantiyasi bilan qilib beramiz. $720 ga qilib beramiz. Xuddi shuni 15 Max ham bor sotuvda.
$900 qilib beramiz. 15 Max 86 108 holati o'ta zo'r holatda. Korobka dokument kabeligacha bor buni $900 ga. Xuddi shuni 16 Max dan olib qo'yganmiz. Batareykasi 100. Xo'p, 102 sikl bo'lgan ekan, 256 varianti desert. Buni ham holati o'ta ham zo'r holatda. Unchalik ishlatmagan ekan ham, faqat rasm uchun ishlatganman dedi. Xo'p, buni narxini 1130 ga qilib beramiz. 1130 ga yangidek holatda 16 Max. Xo'p, keyingi modellarimiz Samsunglarga o'tamiz ekan. Samsung Spartalarni oldimizdagilarni ko'rsatib o'tib ketaylik. Apartalarni ham A56 yangidek holatda 8 apparatga 256 variantdagisi korobka dokument kabeligacha bor. Telefonimiz narxini $310 ga qilib beramiz. $310 ga 56 yangidek holatda, yangisi $400 atrofida bo'lyapti. Lekin yangidek holatdagisini $310 ga olsangiz bo'ladi. 256 variantda. Xo'p, bunisi bo'lsa do'stlar, S22 ahcham kuchli telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. S22 bunaqangi o'zini svetida, green svetda narxini $270 ga qilib beramiz bunisini. Har xil narxda, har xil svetda, har xil holatda bor. S15 $180 ga qilib beramiz. Holati Apple variantida desak bo'laveradi. 8256 variantda steklosigacha bosilgan. S22 Plus bu $310 ga 8256 variantda do'stlar. Holati zo'r holatdagisini qilib beramiz. $280 dan $310 gacha bizda sotilyapti. Eng tanavi $310 ga qilib beramiz. Xo'p, A16, F16 har xildan bor ekan. A54 chetga chiqib ketadiganlarga tavsiya qilamiz. Arzon narxda 2 million, 2 milliondan baland sotilyapti hozirgi kunda 54. 1 million 650 ming so'mga qilib beramiz. Imekasi yo'q, o'tmagan, chetga olib chiqib ketsanglar ishlovroq bo'lsa A54 modelimiz bor. F16 va M16 modellarimizni ko'rsataylik. F va M larni ko'rsataylik. Bunaqangi 56-36 larga o'xshab kameralar bo'rtib chiqqan va chiroyli svetda va ozgina ishlangan holatda. Korobka dokumentlari bor, yangidek holatda telefonlarimiz 1 million 850 ming so'mdan M va F16 lar. Xo'p, A16 lar endi. Bittasi 180 variantdagisini 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz. 256 ligini 2 million so'mga, 2 million 100 ming so'mga. A16 larni 256 lik va 180 variantdagilari bor. Xo'p, har birini alohida video obzorini Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi, lekin chetdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari zo'r holatda, korobka dokumentlari bor, to'liq radnoy holatda, lekin o'tgan ayb nuqsoni yo'q. A15 modelimizdan hozir sotuvda mavjud ekan. Bitta korobka dokumentlari bor, bitta sim kartasi imekini o'tgan. Narxiga e'tibor berasizlar. 1450 ming so'mga do'stlar. Arzon narxda Samsung yangi model so'raganlar uchun A16 dan ko'ra bitta oldingi model hisoblanadi. Lekin narxlari xudo xolasa qulay narxda. Xo'p, 73 modelimiz do'stlar. A73 680 variantda narxini 2 million 100 ming so'mga qilib beramiz. S10 Plus, A Plus variantida desa bo'laveradi. Do'lasi 2 million 100 ming so'mga. Sparta. S21larimiz sotuvda ikkita ekan, bitta yevro, bitta karas. Karasini $200 ga qilib beramiz, yevrosini $230 ga qilib beramiz. S21larimiz yevro, ya'ni ikkita sim kartali hisoblanadi. S20miz holatlari zo'r holatda 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz. $180 atrofida bo'lyapti. $220 gacha hozir sotilyapti. Xuddi shu telefon. A95 modelimiz do'stlar, xarakteristikasi yaxshi telefon so'raganlar uchun bemalol tavsiya qilsak bo'laveradi. 5 chip podeshka qiladi. Ham girovoy, ham kamera uchun tavsiya qilaveramiz. 1 million 550 ming so'mga arzon narxda bu ham. Xo'p, A82 5 modelimiz do'stlar, hozirgi kunda adashmasam $190 gacha sotilyapti ekan internetdagi. Lekin bizda do'stlar 1 million 950 ming so'mga A82 5 holatlari zo'r holatda, ekranlari toza, amudoylari tiniq, imekini o'tgan koreyskiy bu ham. Note 20 holati zo'r holatda Note partiyasini so'raganlar uchun S15 narxida desak bo'laveradi. 2 million 400 ming so'mga, 2 million 350 ming so'mga qilib beramiz sizlar uchun. $220-230 xuddi shu holatdagilari sotilyapti hozir do'konlarda. S20 Plus ham tana holatdagi bunday chiroyli svetdagisini olib kelib qo'yganmiz. $230 ga qilib beramiz. S20 Plus.
S22 Plus'ni bunusini do'stlar $285 qilib beramiz. 8256 talik imekadan o'tgan. S22larimiz. Xo'p, bular yevro, narigisini ko'rsatib o'tdik $270 ga. Xo'p, bunisini $280 qilib beramiz. Oqini. Xo'p, bu grenini $260 ga. Ikkalasi ham yevro variantda 8256 variantda. Buni korobka dokumentlari bor, buni korobka dokumenti yo'q. Abdoylarda ozmoz shilingan joylar bor, g'ilof izlari bu. Shuni hisobiga arzonroq olingan, arzonroq qilib beramiz $260 ga. S20 Pluslarimiz bunaqangi holatdagilari anchadan beri kemayotdi. O'ta zo'r holatda telefonlarimiz, ayb nuqsoni yo'q. 12 operatorga 256 xotira, 100x kamera, zoom'i bor, 5000 mAh batareyka, Snapdragon protsessor. Narxlariga keladigan bo'lsak, $235 ga bunisini qilib beramiz. Olinishiga qarab narx qo'yapman. $260 ga bunisini qilib beramiz. $300 ga yaqin sotilyapti. Holatidan xudo xolasa shikoyat qilmaysizlar, %100 garantiya beramiz. Chunki holati shunaqa tiniq. Agar ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram orqali yozsanglar, Telegram orqali ko'rsatamiz. $345 ekan do'stlar. $340 ga qilib beramiz sizlar uchun. Xo'p, S21 Ultra 16 operatorligi. Xuddi shuni koreyskiy 256 talikni, $350 gacha sotilyapti. $340 ga sizlarga 16 ga 512 taligini yarim terabaytli holat, zo'r holatdagi S21 Ultra qilib beramiz. $330 ga endi biz mana $345 yozib qo'yganmiz o'zi. $330 ga xo'p, 21 Ultrani 256 talik tana holatdagisini qilib beramiz sizlar uchun. Qo'yib berasizmi? Xo'p, S23 yevro variantimiz. Esparkdan tugatib ko'raylik. S23 yevro 8 ga 180 talik variantda o'zim ishlatgan telefon. Ishlashlari xudo xolasa %100 garantiyasini qilib beramiz. To'liq ravno holatda, ayb nuqsoni yo'q. Koreyskisi ham 380 atrofida sotilyapti. $400 ga S23 yevro tana holatda, ideal holatdagisini qo'yib beramiz. Yana yangi telefon keldi. Buni ham bir qator qisqacha video obzorini qilib qo'yaylik. Pixel 8 ekan. 8256 talik variantda imekroddan o'tgan global versiya. Ikkita sim karta podeshga qiladi adashmasam. Holatlari o'ta ham zo'r holatda, ayb nuqsoni yo'q. Bu telefonni bilgan biladi, bilmaganlarga bir qator ishlatishni taklif qilamiz. Bir qo'lga ixcham, bemalol o'rnaydi. O'ta ham shustri telefon, kameralar o'ta ham tiniq va toza. Uni narxini $330 ga qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor. Pixel 8imiz bu. Xo'p, S-partiyani yevrolar bizda hozirda serial sotuvda tov bo'lmaydigan modellar desak bo'laveradi. Sababi koreyskilarni nechta desizlar tov berishimiz mumkin, lekin yevrosi o'ta ham kamdan kam bo'ladi. S21 Plusimiz 8256 talik korobka dokumentlari bor, radnoy holatda. Narxini $305 ga qilib beramiz do'stlar. S21 Plus. Bular yevrosi qiyin topishi. S24 Plus yevrosi ham bor do'stlar. Batareykasidan o'ta ham mazza bor. Men o'zim ham ishlatib ko'rdim. Faqat kattaligi kichkina ixcham telefon ishlatganimiz uchun kattaligi neudobniy bo'ldi bizga, lekin katta telefon ishlatganlar uchun batareykasi zo'r, qatmaydigan, netmaydigan telefonlar ishlatganlar uchun 12 operatorli 24 Ultradan ko'ra ixchamroq. 12 256 talik 24 Plusimiz bu. Xo'p, buni narxini qilib beramiz. $560 ga qilib beramiz. To'xtab turing endi. Bo'ldimi? Xo'p, endi yana bitta S24 qo'yib berdik. Endi 22 Ultrasiga keldi. 22 Ultra bu ham yevro variantda, korobka dokumentlarigacha bor. 12 ga 256 talik variantdagisi. Hamma yo'q ishlari garantiyalar bilan qilib beramiz. Buning narxini $430 ga qilib beramiz. Koreyskiy narxida. Xo'p, 22 Ultra. Xo'p. iPadlarimizni ham bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Shundan keyin o'z tugab ham qoladigan. Qolgan yangi telefonlarimiz bor. Ularni Telegramga tashlab qo'yganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. iPad 9-paklangan ekan, 64 talik variantda. 83 mikin Yongsda narxini $190 ga qilib beramiz. Endi yangidek holatda iPad 7-paklaniyasi ham kelib qolgan bizga. Bular korobka dokumentlari. Buniki bor, 9niki bor, buniki yo'q. Buni 80, buni ham 80 atrofida Yongsi, o'zining Yongsi. Batareykasi ham yaxshi yetadigan, xotirasi bizning taksiyada Wi-Fi ga ishlaydi kelasi ham. Buni narxini xo'p, $180, 2.300 ming so'mga qilib beramiz bunisini. 2 million bor, yana 2.200 ming so'mga. Bunisi 190 ni 2.300 ming so'm bo'ladi. 2.200 2.300 ming so'm qilib beramiz. Xo'p,
hozircha endi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shulardan iborat. Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysanglar, yangiliklarimiz postoyanniy ravishda Telegramga tashlab boramiz. YouTube'ga aytganimizdek, haftadan 10 kunda bir video qo'yamiz. Shuning uchun Telegram orqali qo'shilsanglar, har bir telefonni ko'rish imkoniyati bo'ladi, zakaz berishlar mumkin bo'ladi va yangiliklar muntazam ravishda ko'rib turish imkoniyati bo'ladi. Hozirroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilni oxirida bo'lsa ham aytib o'taylik. Andijon viloyati Shahron shahar Makro supermarketida 2-etajda joylashgan Bekmobil do'konimiz. Salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.